Abdurahmon Fazilov bugun dam oladi. Ertaga futbol. Mana bu yerda gurunch olib kelganman, gurunch. Bunda nima? Hot lunch bilan chef. Yangi brend. Tez pishadigan lapsha. Barabanim pardasi chunki arqa tomonda o'tgan safar yirtilib qolgan. Shunga yangi parda oldim. Va kayfini ko'rsataman sizlarga. Eng kayfini hozir ko'rasizlar. Ey yurak. Ну, естественно, bu Osiyoniki va da. Polni press. Shunaqami? O'zim yaxshi ko'raman. Ovqat yeyishni yaxshi ko'raman. Demak, Osiyo chempionati doirasidagi birinchi uchrashuvimizga biroz oz vaqt qoldi boshlanishiga. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mana. Voy. Mana. Qalay? Aka, iye. Assalomu alaykum. Aka nechi razmeri? 78 mi, 68 mi? Bor. Hammaga do'ppi olib kelganmiz. Mana aka. Katta razmeridan. Mana aka kiyib oling. Hozir duoda bo'linglar. Yarashganmi, yarashganmi? Demak, Toshkentliklar keldi. Hamma mahalla keldi. Hozir. Ana. Hozir bosamiz. Inshaalloh g'alaba biz tomonda bo'lsin. O'zbekiston! 11 number 11 Sayfuddin Sodiqov. O'zbekiston! 14 number 14 Bahru Said Muradov. O'zbekiston! رقم 15 number 15 محمد علي موسى خانوف. O'zbekiston! 18 number 18 Abu Bakr Shukran Laif. O'zbekiston! رقم 19 number 19 Aziz Bek Adi Bito. O'zbekiston! رقم 21 and number 21 Ni'matullah Rostom Janov. O'zbekiston! The Azar. head coach is Mudarribul Demak, Muntaqab. O'zbekiston uchrashuvi boshlanishiga oz vaqt qoldi. Omad tilaylar, duoda bo'linglar. Assalomu alaykum azizlar. Ming bor uzr so'rayman. Translyatsiya bugun Sport TVda borman, bilmasam sizlarga xabar bera olmay qolman. Srochna Sport TVni qo'yamiz. O'zbekiston U17 jigarlarimiz. To'g'ridan-to'g'ri translyatsiya bo'ladi. Sport telekanalida O'zbekiston, Tailand inshaalloh enasi uch qolgandan ko'rsatyapti. Aka, sal bu yoqqa kelin. Aka, yomon o'xshaysiz. Bongor. Давай. O'zbekiston. Zalla. O'zimiz qoldik bularda ham. Hozircha 2-0 yutyapmiz, alhamdulillah. Inshaalloh maqsad 5-0. Bitta odamni ko'rib qoldim. Men bu odamni shu qo'shiqchilarda san'at ahlini mardi deb hisoblayman. Shu dangal cho'rt kesadigan. Assalomu alaykum. Bir yarim soatga kech keldingiz mana lekin. Yaxshimisiz? Sarjorjon, tuzimisiz? Salomatimisiz? Ko'raman deb o'ylamaganman. Nima siz Germaniyaga kelyapsiz? Zabt etgan kelyapti, mana may kelyapti. Xudo xolasa haligi. Endi vatandoshlarga xizmat. Xizmat safari, ha? Menimcha ikkalamiz ham bitta safarga kelyapmiz. Xudo xolasa vatandoshlarimizni bir xursand qilgani va men endi blogerlarning forumiga kelyapman. Siz esa elchixonani katta tadbirga kelyapsiz. Elim yurtim deb xizmat qilishdan charchamay, Sardor aka siz hali kattaroq intervyu qilamiz, xudo xolasa. Hali siz bilan hali bir hafta o'tamizmi? Ha. Kuzatishda davom eting. Aka, lekin stilga gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas, aka. Bularda otni bilaman. Siz otingiz bilmayman aka. Sarvar, ha, krasavchi. 1996-yillari mana shunaqa finalda shunaqa temir tasmalarim bo'lardi, temir remenlar bo'lardi. Shunaqa yurib qo'yardim, ochkilarni. Aka, necha yosh bo'lgansiz bu payt endi? 96-yil endi tug'ilgan paytlar. Men necha yoshman deb o'ylaysiz? Necha yoshsiz aka? Men eramizdan avvalgi 1976-yil tug'ilganman. 76? Yo'q. Yo'q. U paytlar bog'chaga borardinglar, bilaman.
50 ga qarab boryaptilar. Ha, 1 yil qoldi. Lekin okey, qo'ysiz. aka qarang, mana shu soch prichoska qilgansiz-ku, men nima qilardim bilasizmi? Lekin siz ham meni kelajagim kutyapti. Xuddi mana shunaqa bo'lasiz ham. Вот. Короче, shunaqa qilardim. Gel surardim. Gel surgandan keyin prelist degan lak bo'lardi. O'sha bijlab sepib qo'yardim, shuna qotardi. Lekin xudo xolasa yana bir 10 yildan keyin bemalol Turkiyada tanishlar bor. Mana shunaqa qilib chiroq monetizdan oladida, monetizdan oladida bu yoqqa ekib qo'yadi ekan. Sardor aka nima siz jim turibsiz aka? Charchadim. Aka deyotganimga hayron bo'lmang. Endi ukamdan ham kichkinasiz bo'laman. Yoshsizlar hali. Men 10 yosh katta ekansiz. Ha, lekin Siz hali haligi deysizmi nimaga? yo'q, uyim xotin yaxshi. Anaqa. Xotin nechta degan savolim bor. Yo'q, bitta. Siz ovozlaringiz yoqadi. Hey deb. Lekin bitta narsa aytaman. Urushmaysizlarmi? Yo'q. Birortada ham qo'shig'inglarni bilmayman, lekin boshlab bersanglar aytib ketaman. Hozir ana qo'shiqqa jin bo'lib qoldim. Unga ham, senga ham, menga ham, bunga ham, unga ham, unga ham, shunga ham, shunga ham. Bo'ldi, boshqasini bilmayman o'sha. Lekin zato 2 marta bittasida 3 million yig'dim prosmotr, bittasida 1 million yig'dim prosmotr. Shunaqa. San'atchilar san'at qo'shilsin. Kamol aka, Sarvar aka, Sardor aka, xudo xolasa nemislarni enasini chiqargandan ko'rsatamiz. Nomer tema ekanimiz ham bor, mol. Shunaqa nomer bo'lsa, O'zbekistonda kimdir olarmidi? Mayli. O'zi yaxshi odam ekan. Sog' bo'lsin, baxtli bo'lsin. Biz Germaniyaga yetib keldik, alhamdulillah, Xudoga shukr. Biz juda ham bir katta tadbirga kelganmiz. Tadbir haqida yana bir 3-4 ta storiesdan keyin albatta yana ham kattaroq bir yoritib beraman, Xudo xolasa. 2 kun Germaniyadamiz. Inshaalloh elim deb, yurtim deb yashayotgan do'stlarimizni ham ko'rsatamiz va Germaniyaga dunyoning bir 20 ta mamlakatdan vatandoshlarimiz kelyapti. Ular bilan ham uchrashamiz. Hammasini 2 kun davomida va undan keyingi stories va postlarimizda ko'rib borasizlar. Sog' bo'linglar. Abdurahmon Fazilovdan uzoqlashmang. Lekin nomer zo'r ekan lekin. Dastavchiklar o'rganinglar dastavchiklar. Mana bittada 5 ta zakaz olib ketyapti. Brat. Assalomu alaykum azizlar. Bundan oldingi storieslarimda bildinglarki, men Germaniya poytaxti Berlinga yetib keldim va Berlinda hozir biz eng katta hududda joylashgan deb bemalol ayta olamiz. 1 gektarlik hududda joylashgan, juda ham katta tarixga ega 1870-yilda qurilgan va hozirda O'zbekistonning hududi bo'lgan O'zbekiston Respublikasining elchixonasidaman va bizning hurmatli konsul janoblari Sarvar aka kutib oldilar o'zlari. Sarvar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisizmi? Aka, rahmat. Shu Yevropada vatandoshlarimizni mintaqaviy forumi, ayniqsa mana blogerlarda bir butun Yevropadan blogerlarimiz yig'ilyapti ekanlar. Shuni bir eshitganimda, bir taklif qilganimga birdaniga xursand bo'lib chaqirib, shunaqangi kutib olganlik. Kattakon rahmat deyman. Azar bu hali menimcha bo'lmagan-a, bu dunyoda birinchi marta bo'lyapti. Ya'ni shu vatandoshlarimizni nafaqat ko'zga ko'ringan, balki hozir hovlida ham ko'rsataman. Vatandoshlarimiz kelishgan, kimdir Germaniyadan, kimdir Avstriyadan, kimdir Fransiyadan, kimdir Italiyadan juda ham katta tadbir bo'lyapti. Akajon chaqirganingizga juda ham kattakon rahmat. Bitta narsa qisqa qilib aytaman. Haligi Otabek akam rosa ko'p gapirtir deysiz. Men ko'p gapirtirmayman, o'zim ko'p gapiraman. Aka, bitta gapiraman. Mana men sayohatlarga chiqaman chet ellarga. 10 kunda, 20 kunda, yarim oyda qaytib kelaman-da. Va bizga o'sha ham sal qiyin tuyuladi baribir. Mana Sarvar aka, bir kelganingizda 1 yillab shu yerda turasizlar, to'g'rimi? Masalan, 1 yillab mana shu yerda, vatandan uzoqda. Bu ham biz vatanimizning bir bo'lagi. Ota-ona u yoqda, qavm qarindosh, hamma hechda bor u yoqda, lekin sizlar mana shu yerda elim deb, yurtim deb xizmat qilyapsizlar. Butun O'zbekiston ahli nomidan, vatandoshlarimiz nomidan 2 mamlakatda do'stligini, qardoshligini yana ham bir mustahkamlashtirayotganinglar uchun hamma nomidan kattakon rahmat deyman Sarvar aka. Xudo xolasa uzoqlashmanglar. Inshaalloh bugun, erta, indin tadbirlar juda ham ko'p bo'ladi. Hattoki men agar Saudiyaga ketib qolsam ham linklarini qo'yib ketaman va bu barcha tadbirlarni mana shu ko'rsatgan linklarimdan ko'rib borasizlar. Ertaga esa xuddi o'sha katta bir forumimiz bo'ladi. Bu butun hali O'zbekiston tarixida, dunyo tarixida birinchi marta vatandoshlarimizni mintaqaviy bir katta forum bo'lar ekan. Bizdan yiroqlashmang. Olg'a O'zbekiston. Qolgani kapeyka. Yo'ring. Qaysingiz o'qigansiz aka? O'qiysiz. Kamil to'qiman. Nima soha? Kiberxavfsizlik. O'tgan nima qildingiz? O'tgan yili proyekt для Elon Musk'a va Olaf Scholz AI chiplar uchun. Demak, kompyuterni tushunasiz.
Sardor aka, To'g'ri to'g'ridingiz? qildirdingiz. Gam bosing gazini. U ko'kragingizda turibdi O'zbekiston bayrog'i. Mana shuni Faxrladim. faxrlanib qadriga yetib yuring. Chunki ming bitta kuchayib milliarder Ilon Musk bo'lib ketsangiz ham nima qilasiz? Topgan tutganingiz O'zbekistonga olib borib. Обязательно. Обязательно. Niyat shu. Faqat nemis penskiy uylanib yurmang. Mana qarang. Otabek. Uylangan yaxshi-da nemisga. Ya qo'ying. Yo'q. O'zimiz, ya'ni O'zimizga yaxshi. nemislar xotinlik bo'lmaydi bari. O'zimizni ijim Otabek kelyapti. Qani o'ynar kuzim hamma pale